Başladık. Men yana keldim xolalar de ayt. Men yana keldim Toshkentga. Biz yana shu yerdamiz. Biz qayerga ketyapmiz? Biz hozir ustimizda almashtiramiz. Hammaga salom birinchi makiyaj qilib olaylik. Короче, hozir birinchi ustimizni almashtiramiz. Birinchi ustimizni almashtiramiz, keyin uyda yig'ishtiramiz. Keyin kechqurun Toshkent Cityga boramiz. Uyda mana shunaqa bez makiyaj yuraman. Ma, oldim. Xolasini ahvoli bir ahvol. Sochini bijim bo'yotgani. Davay, boshladik bo'lmasa. Bugunni boshladik. Urishib qo'y xolalarga, urishib qo'ydi. Mayli. Mama. Nima beray? Yo'q, bo'lmas, sarg'idi. Yo'q, bermas. Qaysidan beray, ma? Ha? Mayli. Ketdik, yig'ishtiramiz. Xullas, ustimga shuni kiydim. Chunki hozir uydaman. Undan keyin yana ko'chaga chiqamiz. Prosta yaxshiroq ko'rinay deb shuni kiyib oldim. Menga bejli yarashadi, lekin Mameta hozir svetda uncha yaxshi turmayapti. Sochimni mana shunaqa oddiy yig'aman, chunki jingalak qilaman baribir saldan keyin ko'chaga chiqish oldi. Men ertalab makiyaj qilmadim-da, o'shaning uchun ozgina makiyaj qilmasam ham sal rangliroq bo'lay deyapman. Birinchi o'rinda kiprigimizni qaytarib olamiz. Farq ko'ryapsanmi? Bu ko'zim qanaqa turibdi, bunisi qanaqa turibdi. O'tgan safar ham aytgandim, kiprigim uzun. Endi 5 qarich uzun emas, lekin baribir uzunroqda. Ozgina pomada qalam surib olaylik. O'zi birdaniya ishim bor hozir, qilishim kerak bo'lgan. 31 ga taqalib qolmasin deb qilishim kerak bo'lgan ishlarim ko'p. Lekin mana shu qizi deb qilmay o'tiribman. Bo'ldi, shuni turaman. Bugun ko'chaga chiqqanda men bu qalamni ishlatmoqchiman. Ko'zimni yashilga bo'yamoqchiman. O'tgan safar istoriyamda ko'rsatgandim, yangi olgandim buni. Sizlarga ko'rsatdimmi yo'qmi bilmayman. Mana bunaqa yashil. Juda ham chiroyli, yangi yil yashilida mana bunaqa. Bu vodostoynik. Ichida juda ham ko'p. Hozir chizgim keldi nimagadir. O'zi kechqurun qilmoqchi edim bu ishni. Ko'zim ozgina bo'lsa ham belirginlashdi. Birinchi marta orqa kameradan videoga olyapman. Biz hozir ko'chaga chiqyapmiz. Men yana darvozani ochyapman. Qanday ko'rinyapman, umuman fikrim yo'q hech qanaqa. Kapron kiydim, eng qizig'i. Shu qiz uxlashiga qaranglar, o'sha qizni sundayman degan qizni. Ko'rinmayapti mana boshi. Meni sunday. Populchog'im, meni sunday qo'lchog'im. Men o'zimga dahshat telefon qo'yishga joy topa oldim aka. Buni yopishtirib oldim. Mana bu yerdan spichka kelib turadi. Biz City Mallga ketyapmiz hozir. Bizim mo'ydiganamiz uxlab qolgan. Voy gapirib kelayotdi, endi uxlab qoldi. Makiyajim zo'rmayapti. Yettara harakat qilmaysan-da. Yurgan yo'lidan yurib bersa bo'ldi, faqat aytgan yo'ldan. Endi bu tarafga o'tdim. Bu tanimi olar ekanman. Rayoni, qara. Tada! Qizarib ketdi rayon ikkita betda. Hamadamda hammasini ishqizib qo'yganda aytadi. Mana bizga qara. Sen bizga qara, qana chiroyli bo'lib ketyapmiz. Shapkalari ham bor. Bu bonchigi yo'q, lekin bu shapkasini. Ana. Kallasini qimirdatyapti, bo'lmayapti lekin. Atingda, de. Atingda. Ha? Tegma tushib ketadi. Ana o'chdi. Biz qayerga keldik? Mashta keldik. Hop. Yürüyoruz. Hey adamcı. Ketdik.
fotka qilayim kayani. Sochim hech qanday nima qilsam bo'lmayapti. Bugun 29-dekabr, yangi yilga 3 kun qolganda bunday olganda. Lekin uyda hech narsa bezalmagan. Menimcha biz 31-ni kutyapmiz bezash uchun ham. O'zimdan hech kimda hozir yangi yil kayfiyati yo'q, faqat ayamda bor. Uni ham sababi bo'lsa, yangi yil kuni uyga mehmon keladi. Toshkentda yashaydigan surxondaryolik mehmonlarda ko'pi bu yil kelmoqchi ekan. Kelaversin bemalol. Shuni kayfiyati faqat bizda uy bezashga, yangi yilga tayyorgarlik ko'rishga mamam bunday g'alati turibdi. Harakat qildiryapti. Hozir biz Magic Cityga ketyapmiz. Uydagilar u tarafga ketyapti. Bizni ham Magic Cityga tashab, keyin qaytayotganda olib bo'lgandan keyin yana bizda olib qaytadi. Ular ishini hal qilib kelgungacha Magic Cityda bo'lib turamiz ekan. Men hozir juda ham yengil makiyaj qilmoqchiman. O'zi 29-i, 30-i, 31-i polni tayyorlanish videosi qilmoqchi edim. Yangi yilga tayyorlanadigan video qilmoqchi edim, lekin uyda ish chiqib qoldi. Bilasizlarmi, yo'qmi bilmayman. Seximiz bor uyda, kichkinagina. O'shanga ish chiqib. Shashagim meni. Bugun erta tugatishim kerak. Ancha men uncha uyda ishiga aralasha olmayotganim yo'q. Oyog'im tagida kim bor? Oyog'im tagida. Tepaga chiqar deydi. Yo'q, chiqarmayman. Xafa bo'lyapti. Xafa bo'lsa ham, lekin mamishkosi sorry, qizingizni unchalik erkalata olmaymiz har yig'laganda. Bo'lma. Qo'lim tiqib olaveradi hamma narsaga. Ibi, bu ham tirsagacha qo'lim ko'tardi. Mashqqa chiqqandan keyin ishmayman deydi. Ayt. Nana. Ma. Makiyajga. Yo'q, mana buni siydim. Ma. Nima qiladi buni? Aniki. Bo'ldi, endi tush endi pastga. Tushamiz endi. Mayli. Xo'p, telefonim pamyati to'lib qoldi. O'shaning uchun makiyajimni tezda tugataman. U yoqqa borgunimgacha ichidan narsalar o'chiraman-da, keyin yana u yoqdagi bo'lgan o'zi Magic City ham men biladi qanday joyligini. Bir ko'rsataman qanaqa bezalganini. Ana bobosi keldi. Kel o'tir. Mana biz. Ko'rib olsin-da, bu hamma nima qilayotganini. Hech kim yo'qligida qoladi keyin shu ishda. Nima bo'ldi? Oy. Biz Magicga ketayotgandik. Magicga xalqlar do'stligida tushib qoldik. Bu yoqqa aylanib, mashinaqasiga boramiz keyin. Mashg'ul tepma sal bossin deb mashinada keldim, qo'ynimay qoldi. Mana bir tomosha. O tomonda ko'tarayotgan, yot ko'tarayotgan shu tomosha rostmidi? Albatta rost, har kuni qo'yyapti yilni. Orga yarada. Moslab tomosha. Güzel sesi dolayı. Şaşırma. Bu ko'rsatayotgan shouni maksimum 15 yoshgacha bolalar ko'rishi mumkin-da. Afsuski menga to'g'ri kelmadi. Oldimdagi qiz 15 yosh ham emas, lekin baribir qiziqmas, baribir tortmayapti-da. Ushab qola olmayapti ko'rayotgan odamlarni. Biz Magicga ketdik. Shahzoda. Voy sharmatiga qo'limni taqdim. Qani pishak? Chaqir, kedi. Sen chaqirsang keladi. Chaqir. Hammaga günaydin. 31-dekabr kuni ertalab men somsa xamir qilyapman. Hozir bayram shukuhi yo'q, prosta uyga mehmon keladi deb tayyorgarlik ko'ryapman. Menga qolsa sochim yuvganman kecha. Mehmon kelganda sal odam o'ziga qarash kerak-ku. Men uspet qilmadim o'shanga. Hozir tezda somsa qilaman. Salat narsalarini to'g'rab tashlashim kerak. Hali hech narsa qilinmagan bizda. Faqat dasturxon bezab qo'yilgan. Meva, shirinlik, suv, shunaqa narsaga qo'lim tekkizgim kelmagan. Qoshiq bilan aylantirib o'tiribman.
Ne? Kim ekan? Og'zing boyagiday qildi. Qil boyagiday. Qanday qilding boya? Nima ekan, daraxtmi? Derazaga qarabmi, daraxtga qarabmi? Qo'shiq aytib ber. Tegibdi. Qo'shiq ayt. Atinda, aytaydim meni. Hormang deyapsan. Hormang. Ahvollaringiz yaxshimi? Shundaymi? Xamirimiz tayyor. Keyingi safar xamir sen qilasan endi, bo'ptimi? Okay, endi salat qilamiz. Keyin agar vaqtimiz qolsa mehmonlar kelganigacha uy bezaymiz. Uy bezashim kerak. Uydan birinchi o'zim bezashim kerak ozgina. Ustim to'g'rilab, makiyaj qilmayman. Uy o'zi toza, lekin bunaqa mayda-chuyda narsalar qolib ketadi-ku. Ayam telefon qilyapti. 31 dekabrdan kechqurun hamma narsalarni taxlab bo'ldim. O'zi 3 xilmi salat qildik. 2 ta mayonezli, bitta svejiyga mayonez solinmaydigan oddiy salat qildik. Soat kechqurunga 7. Men hali ham makiyajsizman. Menga 26-yilga o'tishimga esdalik. Yuzimdan guri chiqib ketdi. Kecha kechqurun chiqqanda bugun ertalab kattalashib ketdi mana shunaqa. Men bo'sh o'tirmadim, конечно. Siqib tashladim buni. Hozir makiyaj qilaman, chunki birinchi mehmonlar keldi. Surxondaryodagi qo'shnilarimiz bu yoqqa kelgandi, ular keldi, endi ketyapti hozir. Dasturxon keyin yig'ishtirib olaman. Hozir xolamlar kelyapti, xolamlar yo'lda. Aytyapti, ular kelishiga sal chiroyliroq bo'lay. Ha? Nima qilasiz? Soqoltay tog'asidan qo'y. Ketdik. Xayr. Xolalarga xayr qil. Ay. Kimgaligini bilsinlar, xayrdi. Bizga 3 kun yetadi, chiqishimizga. Xullas, yuzim yuvilgandi, lekin namlantiruvchi surilmagandi. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Uyga keladigan mehmonlar. O'zallikle men narsalarimni qizg'anmayman-da, rostdan ham qizg'anmayman. Lekin mana bunaqa qilib ishlatib, musor korobka ham qo'yib qo'yibman-da, chunki o'zim uchun qanchalik qulay bo'lsa, shunchalik toza turadi atrofim deb. Bunaqa o'rab, narsalarim orqasiga yashirib qo'yish meni asabimga tegadi-da. Hozir men to'g'risini aytsam, jahlim chiqyapti. Ishlatganiga emas, mana shunaqa qilib solib qo'yganiga jahlim chiqyapti-da. Shuning uchun kelganda men hech kimga narsalarni bemalol ishlatavering degan taklif bermayman. Xullas, mabodoki bundan buyog'iga kimdir ko'rsa meni, balki ko'rayotgandir kim. Shunaqa nima desam, o'ziga aytsam xafa bo'ladi, lekin aytmasa ham bo'lmaydi. Aytmayman baribir hozir, lekin aytilishi kerak bu narsada. Xullas, asablarimizni joyiga qo'yaylik. O'shaning uchun yuzim bir yuvib kelaman hozir. 1, 2, 3. Bir deganda keldim bu qanday? Men yuzim siqdim dedim, sizlar siqmanglar ekan, chunki qizlar biladi, o'sha bir haftalik surechma deyiladi. Har oyda orasidagi bir haftalik ishlar bo'ladi-yu, o'shandan chiqqan o'g'ri, o'shaning uchun sizlar qilmanglar, chunki mana bunaqa dog'lar qoladi yuzda. Mana mamtimdagilar dog' qolgan, o'sha yaralardan, o'g'rilardan qolgan dog'. Keyin orqasidan mana bunaqa krem olib yurishingiz to'g'ri kelib qoladi. Tegmasangiz o'zi ketib qoladi 2 kunda, 3 kunda. Ko'chaga chiqamizmi degandi uydagilar. Chunki hozir mehmon kelgan bilan baribir yarim soat, 1 soatga qolmasdan ketadi sirazi. Ular ketgandan keyin sirazi ketamizmi, biz ham ko'chaga aylanishga, mushak otilishiga degandi, lekin menga yoqmayapti nimagadir. Balki yoqib qolsa chiqib ketishimiz mumkin, bilmadim. Meni planim aslida yangi yilgacha emasda, biri kelganigacha ko'chada bo'lishmasda, biri o'tgandan keyin anaqa ham aytdim, yil sarf hisobida ham aytdim. Yanvarga o'tgandan keyingi ko'chaga chiqishdagi vibe menga rosa yoqadi. Shuning uchun uydagilarga toqqa chiqaylik degan narsani aytgandim. Menimcha uydagilar yo'q deyapti. 1-yanvardan keyin ham mehmonlar kelar ekanda, soat debman. 3-4-yanvarlarda adashmasam yana mehmon keladi Surxondaryodan. O'shaning uchun menimcha bu yil chiqmaymiz hech qayerga. Men rosa xafa bo'ldim. Sizlar deb meni ko'rmaydi-yu, uni baribir o'sha mehmonlar deb xafa bo'ldim.
Mana shularni ishlatamiz bugun. Bu yil vision board qilmoqchi edim. Amalga oshishini xohlagan narsalarimni rasm bilan doskaga bunaqa kichkina A3 ga chiqartirib rasmlarini shunaqa qilmoqchi edim. Keyin o'ylab qoldim, imенно dekabrda bo'lishi shartmi? Yanvarda. Endi o'zimni miyamda o'zim shunaqa aniq qilyapman. Kelishtiryapman. Dekabrda qila olmagan bo'lsam, вообще qilmayman deganim emasda. Yanvarda 10gacha yoki 5gacha o'sha doskani taxlash. Chunki qilmoqchi bo'lgan ishlarim shunaqa ko'p. Juda mayda-mayda narsalarni ham yozaman deyapman. Deylik notebook olishim kerak, lekin kamera ham olishim kerak. Men iloji boricha harakat qilaman ikkalasini ham building hisobiga mana shu 3 oy ichiga sig'dirishga. Yanvar, fevral, martga xudo xolisa. Chunki rosa ham xohlayapman. Uydagilarga hech narsa olmayman mayli deyapman. Даже kiyim, boshqa borini kiyaman deyapman. Lekin men o'sha kamera bilan notebookni olay deb uydagilarni qo'ymayapman. Uydagilar meni qo'ymayapti. Sanab beramiz deb. Nima aloqasi bor bir-biriga? Yuzimga namlantiruvchi ustidan baza qilib buni surdim. Men tugayapman, tugadim deb yig'layotgan meni CC kremim. Tugadi. Buni ishlatib ko'rganimdan keyin meni yuzimga hech qanaqa tonalka ham kerak emas, boshqa ham kerak emas, CC krem kerakligini bildim. Ay, men sizlarga nima ko'rsatmadim. Juda qo'rqaman, lekin yaxshi ko'raman. O'shaning uchun, lekin baribir ham yaxshi ko'rishim ko'proq bo'lib ketgani uchun. Ayam buni ushlagandan keyin qo'lingga yuv deydi, lekin men shunday ko'raman, o'pib yotadi. 2025 yil sarhisobida qolganini sizlarga ko'rsata olmadim. Menimcha chiqmasa ham kerak. Chunki men egizaklar burchimanda. Bir ishni boshladim-mi, oxirigacha aniq qilishim qiyin. Shu xarakterimni menimcha bilganimdan keyin shundayman-ku deb tashab qo'yadigan bo'ldim. Bu narsani qayerdan bildim? Boshqaruv psixologiyasidan shunaqa darsimiz bor edi. Insonlarning xarakterini aniqlash uchun test berilgandi-da. Men sangvinik chiqqandim. Sangviniklar juda ham kayfiyat jihatdan o'ynoqi bo'ladi-da. Keyin bir ishni boshlagandan keyin sraz zerikib qoladi, sraz ikkinchisiga o'tib ketaman deydi. Shunaqa deb eshitgandim-da. Xuddi o'sha ta'riflarda men egizaklar burjida ham eshitganman. Afsonasiga ko'ra, ikkalasini ham xarakteri, bittasi juda ham melanxolik bo'lgan, bittasi sangvinik bo'lgan xarakter jihatdan. O'sha ikkita xarakter bitta odamda-da, egizaklar burjidagilarda o'sha ikkita odamning xarakteri bo'lar ekan. O'zimda shuni bilganimdan keyin ishonib qolganmanmi deylik. Shundayman bo'lib qolganman-da. Endi men shundayman, iloji yo'q o'tib qolganman-da. Lekin yaxshi emas u. Shu narsani tushunib yetib, masalan, o'zgartirishim kerak deb o'ylaganimdan keyin boshlagan ishimdan bittasi, xudo xolasa yanvarda ochiq dars bo'ladi bizda. Bir xayolimga keldi, to'xtatsammi ham deb, chunki zerikib qoldim-da. Boshlaganimdagi ishtiyoq hozir yo'q-da menda. O'zim gaz berishdi, yo'lini o'ylab topganman. Men tengilarda qilayotgan ishlarini ko'raman-da. Yoki bo'lmasa mendan kichkinalarda qilayotgan ishlarini ko'raman-da. Men mana shuni oxirigacha yetkazib qo'ya qachab shuni deyman-da. To'xtayman. Round 1. Round 1. Atingda. Smiling. Very good. Iya, kemana banget? Langsung ke main. Dadam qidiryapti. O'ynar yana. Sal ko'tar. Bitta olacağımız. Bizda soat necha bo'ldi? Bizda soat 10 dan 15 minut o'tdi. 31-dekabr hali ham. Men hozir rosa ham uyqum kelyapti. Soat 12 gacha kutib o'tira olmasam kerak. Uxlab qolaman yoki o'sha payt uyg'otishadi meni. Omlar keldi. Bizga ham boringlar ertaga deb makiyaj qilgandim. Oy. Bu tarafi polniy zar, bu yog'i korishnevoy tonda ketgandi. Ko'zimga ozgina yashil qalam qo'ydim. Tirnama faqat.
Yotishini qaranglar. Makiyajimni o'chirmayman, lekin hozir yomon ham uyqum kelyapti. Bir 2 soat vaqtim bor. Hajab 1 soat bo'lsa, keyin ertaga nimalar bo'ladi, nimalar bo'lmaydi bilmayman unisini. Bizda dasturxon yangi yilda odatda turaveradi. Ertalabgacha masalan o'sha issiqda qolganda o'zgarib qoladigan narsalar bo'lsa, o'shalarni faqat yig'ishtirib olib xaltangga qo'yamiz. Qolgan narsalar shu joyiga turaveradi. To'g'ri, tanang yaxshi turibdi. Rayana keldimi? Rayana keldi, Morki. Qoch. Qoch, Rayana keldi. Buni qara. Ushlama. Al, olib qo'y o'zing. Olib qo'y. Beti kir bo'lib ketgan. Sonsan bitta o'zi yeveribdi. Qovog'ini ishini qara. Qochib ketdimi? Masha Medveddagi Mashaday. Ayasini Masha derdik. Bu chisi Masha multfilmdagi Masha bo'lganda. Mushuk Rayanani ko'rgan payt qochib ketyapti-da. Bu orqasidan qo'lab yuribdi. Shunaqa gaplar. Keyin montaj qilib, iloji boricha tezroq chiqarishga harakat qilaman yana. Qo'ymayapti. Karavatim tagiga kirib ketgan. Keda, asalim bitta keda. Ko'tarib ber. Hoppali. Ay. Qo'shiq aytib beribdi. Voy, oyog'im buz ekan mana. Sirpanchib ketyapti. Voy, boshi kutilmaganda. Rayana. Wow. Asana. Ha? Samolyot. Vay, вообще. Wow. Bu qiziq qarang. Qorbobomi? Kim ekan? Qayerda senam? Senim qayerda? Bugun 3-yanvar va bizning uyga sovchi kelgan. O'shaning uchun men xonamda o'tiribman. Boshim dahshat darajada og'riyapti. Nervim chiqdi, ozgina to'g'risini aytaman. Xullas, hozirga shuncha gap aytyapman. Hammasini qo'yamanmi yo'qmi, uni ham bilmayman. Chunki balki aytilmasi kerak bo'lgan gapdir. Bilmadim. Emotsiyamni sizlarga aytay dedim. O'shaning uchun ochdim kamerani.